Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bugun Teamanduralning kitobini davom ettiramiz. Xo'p, biz shu joyda to'xtab qolgandik. Eng qiziq joyga keldik. Madaniyatlar tarixini ko'rayotgandik va yangi davrlarning asosiy belgilovchisi vahiyga asoslangan bir xudoli din va falsafa, bilim degan joyga to'xtab qolgan edik. Shu joydan davom ettiramiz. Ruhiy jihatdan sog'lom har qanday inson madaniyat muhitida shakllangan fikrlash qoidalari, ya'ni mantiq doirasida fikr yuritadi. Ya'ni sog'lom insonlar odatda nima qiladi? Mantiqan fikr yuritadi. Agar biron joyda bir mantiqsizlik sezsak, biz birdaniga nima deymiz? Sen mantiqsiz gapiryapsan deymiz. Lekin biroq bu jarayonda u mazkur qoidalarni yoki bilmasligi yoki nazarga olmasligi yoki buning aksincha ularga nihoyatda sinchkovlik bilan rioya qilishi mumkin. Ya'ni hamma o'ylaydi, lekin hamma ham mantiqan to'g'ri o'ylay olmaydi. Mantiq nimani o'rgatadi bizga? To'g'ri o'ylashni o'rgatadi. Hammamiz o'ylaymiz, lekin hammamiz to'g'ri o'ylay olmaymiz. Shuyda aytayapti, ya'ni sog'lom jamiyatlarda insonlar o'zi mantiqan fikrlaydi, lekin har doim emas. Kimlardir bunga rioya qilmasligi mumkin. Kimlardir esa sinchkovlik bilan bunga rioya qilib fikrlashi mumkin. Bu holat umumiy mantiqning 3 tarmog'idan biri bo'lgan tilshunoslik qoidalarini bilib bilmay ona tilidan foydalanishga o'xshaydi. Qoidalarni ongli ravishda bilgan holda bir ishni bajarish, biz buni ongli ravishda ish tutish deb ataymiz. Fikrlash jarayonini qoidalarni bilgan holda va ularga amal qilgan tarzda bajarish bu shakllantirilgan mantiqqa muvofiq fikr yuritish, ya'ni ongli fikrlash deb baholanadi. Faqatgina aql orqali amalga oshiriladigan jarayonga hissiyotlar va hayajonlar aralashmasligi lozim. Ana shu qoidalarga asoslangan tarzda tartibli fikr yuritishning tarixda ilk bor ochiq oydin bayon etilishi Aristoteles. Bilasiz, Aristoteles miloddan avvalgi 384 va 322-yillarda yashagan Yunon faylasufi tomonidan amalga oshirilgan. U shakllantirgan mantiqning 3 asosiy tamoyili aniqlab belgilangan. Bilasizlar, klassik mantiqning, Aristotel mantig'ining 3 ta asosiy qoidasi bor. Birinchisi o'zlik qoidasi, turkchada o'zdashlik qoidasi deyiladi yoki o'zbekchada o'zlik yoki identiklik desa ham bo'lar ekan, identiklik desa ham bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa, ya'ni zidsizlik qoidasi, ya'ni qarama-qarshilikning mumkin emasligi va uchinchisi holatning mavjud emasligi qoidasi. Buni men oldingi bitta Instagram videomda aytgan edim. Demak, o'zlik, zidsizlik va uchinchi holatning mavjud emasligi. Aslida bu uchalasi bitta asosiy prinsipga keltiriladi. Ya'ni o'zlik. Bunga yagona mavjudot o'ziga to'la mos, butun holda mavjud bo'lishi tushuniladi. Har bir narsa yoki shaxs o'ziga mosdir. Mantiqiy yozuvda fransuz va ingliz notatsiyalarida bu shunday ifodalanadi. A teng A ga. Ya'ni masalan, mikrofon teng mikrofonga. Men teng menga. Ahmad teng Ahmadga. Ya'ni bu shunday, ya'ni o'zlik qoidasi degani shu. Ya'ni nima, hamma borliq o'ziga teng. Hamma borliq o'ziga teng. Siz sizga tengsiz. Telefon telefonga teng. Masalan, mana bu yana o'ziga teng. Hamma narsa o'ziga teng degan o'zlik qoidasi. Mazkur asosiy tamoyildan 3-holatning mumkin emasligi va zidsizlik tamoyillari kelib chiqadi. Har qanday narsa yoki shaxs mavjudlik jihatdan ma'lum bir vaqt doirasida yoki shu yerda bo'ladi yoki bo'lmaydi. Men hozir Istanbulda bo'lsam, ayni vaqtda Anqarada bo'la olmayman. Ya'ni bir vaqtning o'zida ham Istanbulda, ham Anqarada bo'lishimni aytish bu zid fikr hisoblanadi. Ya'ni nima degani? Mana bu mikrofon bir vaqtning o'zida ham mikrofon emas bo'la olmaydi. Masalan, siz bir vaqtning o'zida ham inson emas bo'la olmaysiz. Ya'ni siz teskaringizga teng bo'la olmaysiz. Masalan, A emasga teng emas. Tushunyapsizmi? Masalan, Salohiddin bir paytning o'zida ham Salohiddin emas bo'la olmaydi. Ya'ni bu zidsizlik qoidasi degani mana shu qoida degani. Mana bu kitobda ham aytilyapti, men bir paytning o'zida ham Istanbulda, ham Anqarada bo'la olmayman. Yoki ham Istanbulda emas bo'la olmayman. Ya'ni Anqarada demasak, Izmirda, Bursada deyishimiz mumkin, farqi yo'q. Tushundingiz-a buni? Men tushuntira oldim deb o'ylayman. Ya'ni bir narsa bir paytning o'zida ham o'ziga, ham o'zi emasga teng bo'la olmaydi. Keyingisi, albatta hayolimda bunday tasavvurni yaratishim mumkin, biroq tasavvurlar olamida yaratilganlar mavjudlik jihatdan hech qanday qadriyatga ega emas. Qiymatga ega emas, to'g'ri. Xo'p. Endi boshlang'ich mulohazamizni takrorlaydigan bo'lsak, nima bo'lsam, nimaligim yoki
kim bo'lsam, kimlik sifatida shundayman. Mavjudlikning butunligi nimaligimdan boshqa bir narsa, kimligimdan boshqa bir kishi bo'la olmaydi. O'zlik shuni ko'rsatadiki, u nafaqat mantiqning, balki mavjudlikning ham asosiy tamoyilidir. Aristoteles nazarida mavjudlik bu butunlikni ifodalaydi. Fikrlash bilan mavjud bo'lish nomli ikki ziddiyatli mohiyat bir-biridan ajralmaydi. Ana shunday yangilik kiritgan fikrlash va shuningdek mavjudlik haqidagi qarash bu shakllantirilgan mantiq asosida fikrlash deb ataladi. Xullas 3 ta qoidani men sizga aytaman. Masalan, mikrofonda yana tushuntirish uchun aytaman. Bu mikrofon teng o'ziga. Ikkinchisi, mikrofon bir paytning o'zida ham mikrofon emas bo'la olmaydi. Ham mikrofon emas bo'la olmaydi. Uchinchi narsa. Masalan, siz tashqarida yomg'ir yog'yapti desam, bu gapim yo yomg'ir yog'yapti yoki yog'mayotgan bo'lishi mumkin. Qarang, yo yog'yapti, yo yog'mayapti. Uchinchi hol imkonsiz. Ya'ni masalan tashqarida yomg'ir yog'yapti desam, yo bu to'g'ri, yo bu to'g'ri emas. Ya'ni ham to'g'ri, ham yog'yapti, ham yog'mayapti bo'lishi mumkin emas. Yoki ham na yog'yapti, na yog'mayapti ham bo'lishi mumkin emas. Yog'yapti yoki yog'mayapti, ikkalasining bittasi. Uchinchi hol imkonsiz, ya'ni to'g'ri yoki noto'g'ri. Bu uchinchi holning imkonsizligi deyiladi mantiqdan kelib chiqqan. Xo'p, endi shakllantirilgan mantiqqa asoslangan fikrlash til doirasida tushunchalarning og'irligi, mohiyatini ancha oshiradi. Shuningdek, tushuncha chegaralarining aniq belgilanishini ta'minlaydi. Bu holatni biz arabcha, forscha, eski turkcha, ya'ni usmonlicha, ivrit, xitoycha, sanskrit, yunoncha, o'rta asr lotinchasi, fransuzcha, italyancha, ispancha, ruscha, nemischa, inglizcha kabi falsafiylashtirilgan asosiy tillardan ochiq-oydin ko'rishimiz mumkin. Falsafa bilimda bo'lgani kabi o'zlik prinsipi vahiyga asoslangan yakka xudolik dinlarida ham yakka xudolik, ya'ni yakka xudoga e'tiqod qiluvchi din uchun ham muqarrar va murosa qilinmaydigan bir tamoyildir. Vahiy dini bilan falsafa bilim asosiy prinsipda, o'zlikda birlashgan bo'lsalar, zidsizlik va uchinchi holatning mavjud emasligi tamoyillarini ham birgalikda qabul qiladilar. Shundan keyin ularning yo'llari ajralib ketadi. Din Kantning ifodasi bilan aytganda shartli va shartsiz buyruqlarda, ya'ni axloq sohasida va bilim olish borasida rag'batlantiruvchi va yo'l ko'rsatuvchi ishoralarda namoyon bo'ladi. Falsafa bilimi esa avvalo shakllantirilgan, keyinchalik esa rasmiy, ya'ni formal mantiq doirasida aql yuritish orqali va u bilan bog'liq tarzda ketma-ket fikrlash yordamida bilimlarni yig'ish va ularni o'zaro bog'lashni ta'minlaydi. Vahiy diniga ko'ra yaratuvchi bilan yaratilgan, Tangri bilan dunyo bir-biridan ajralgan. Mavjudlik chegaralari aniq belgilangan tushunchalardir. Bu yerda qadimgi davrlardagi panoteistik qarashlarda uchraydigan inson tabiat, men va mendan tashqaridagi ilohiy va dunyoviy tasavvurlar bir-biriga aralashib ketgan. Chalkash holatda emas. Ya'ni bu tek bir tangri dinlarda bular aralashib ketmagan deyapti. Ya'ni tangri va dunyo aniq ajralgan deyapti. Va tabiatdan tashqaridagi kuchlar, noma'lum sirli hodisalar bilan to'la bo'lgan bir olam tasavvuridagi endi joy yo'q. Din o'zining tor va asl ma'nosida yakka tangri g'oyasining insoniyatga yetkazilishi, ya'ni vahiy hodisasidir. Biroq ma'no kengayib borib, ya'ni olamdan narini anglatuvchi barcha e'tiqod tuzilmalarini ham qamrab olgan. Asl va tor ma'nodagi dinning asosi yakka tangri g'oyasi. Shakllantirilgan mantiq asosidagi fikrlash uslubining asosiy prinsipiga, ya'ni o'zlik prinsipiga butunlay zid keladi. Biroq ushbu asosdan, asosiy iymondan kelib chiqqan keyingi asoslar aqlga muvofiqdir, maqbullikka ega. Yakka tangrili vahiy dinining asosiy namunasi islom. Yakka tangri g'oyasi va uning shaxsiylashgan nomi bo'lmish Alloh aql, idrok, tasavvur va xayol kuchining chegaralaridan yuksak bo'lgan mutlaqning o'zidir. Biroq shu bilan birga ichki mavjudlikning ham o'zidir. Bu ikki narsa bir-biriga zid qutblardir. Aynan bir mavjudotning bir vaqtda ikki holatda bo'lishi yuqorida zikr etilgan sabablarga ko'ra mumkin emas. Albatta mukammallikning o'zi bo'lmish Alloh inson tafakkurining qonuniyati demak bo'lgan shakllangan mantiqning ustidadir. Biz Allohni zamon va makon koordinatalariga joylashtira olmaymiz.
Ya'ni shu sababli uning fikr yuritish qoidalari doirasida tushunib yetishimiz mumkin emas. Biz uni faqat o'zini bizga qanday tanitgan bo'lsa, shunchalik darajada anglay olamiz. U o'zini bizga tanitgan joy Ixlos surasidir. Ya'ni shuni aytayapti bizga. Formal mantiq bilan biz Xudoni tanib ola olmaymiz. U bizga o'zini qanday tanitgan bo'lsa, shunday tanitishimiz mumkin. Chunki Tangri, Alloh makon va zamonning ustidagi bir borliq. Hatto mantiqning ham ustidagi bir borliq deyapti. Xo'p, bizni qanday tanitgan deb Ixlos surasini misol qilib keltiryapti. Ixlos surasida shunday tanitgan deyapti. U yagona Allohdir, Alloh samaddir, ya'ni hech kimga muhtoj emas, ammo hamma narsa unga muhtoj. U tug'magan va tug'ilmagan va unga o'xshash yoki teng bo'lgan hech narsa yo'qdir. Bu surada odamlar va xalqlarning Allohni anglash borasida tarix davomida tushib qolgan tuzoqlar haqida ogohlantirilamiz. Eng avvalo e'tibor qilishimiz kerakki, uning tabiati shu darajada ulug' va bizning anglash doiramizdan tashqaridaki, biz uni oddiy falsafiy tushuncha sifatida emas, balki shaxsiylik shaklida tasavvur qilishimiz lozim. Bu uni anglashda eng to'g'ri yo'ldir. U bizga yaqin. Bizning mavjudligimiz uning irodasi bilan yuzaga kelgan. Biz biladigan, tasavvur qilishimiz mumkin bo'lgan hech bir kimsa yoki narsaga u hatto zarracha ham o'xshamaydi. Uning tabiati, sifati yagona va o'zgacha. Insonlar eng kuchli, eng aqlli, eng qat'iyatli bo'lganlari ham doimo o'zidan yuqori bir kuchga tayanish zaruratini his qilib kelgan. Bu kuch ularga ba'zida vahiy yo'li bilan o'zini tanitgan. Ba'zida esa bu kuchni ayrim kishilar o'z xayollarida yaratib olganlar. Har ikki holatda ham insonlar bu kuchni shakllantirishda o'zlarining insoniy yoki tabiiy istak va tilaklaridan biror narsani qo'shmasdan tura olmaganlar. Dastlab ochiq oydin vahiy bilan paydo bo'lgan bo'lsa-da, musulmonlikdan tashqari hatto jahon dinlari ham bu qo'shilishdan mutlaqo xalos bo'la olmagan. Ixlos surasi bizni aynan shu xavfga qarshi ogohlantiradi. U tug'magan va tug'ilmagan. Masalan, xristianlikda 3 ta tangri bor yoki o'sha mana shu Ixlos surasida deyapti, ba'zi tangrilarni nima qiladi endi? Faqatgina xristianda emas, xristianlik dinida emas, boshqa dinlarda ham, masalan, politeist, teistik dinlarda, misol uchun paganizmda yoki boshqa dinlarda tangrini insonlashtirish bor. Ya'ni tug'ilgan, tangri tug'iladi, otasi bo'ladi, g'azablanadi, jahl qiladi, sevib qoladi, bir-biri bilan tortishadi, urushadi, shularga deyapti, qarshi deyapti, bizni Ixlos surasida ogohlantirgan deyapti. Xudo deyapti bu yerda Temandural. Va eng buyuk ogohlantirishi o'sha xristianlikdan darrov kelgani uchun u tug'magan va tug'ilmagan. Xristianlikda bilasiz, boshqacharoq. Mavjudlikning imkoniyatlarini oxirigacha tahliliy tarzda ko'rib chiqqanimizda yetib boradigan yakuniy nuqta bu yoki davom, ya'ni yoki yakun bo'ladi. Ya'ni yoki davom, yig'ilish va birlik, yoki yakun parchalanish bo'ladi. Davomida bo'laklar butunga, mavjudliklar esa mavjudlikka ulanadi. Biroq yakunda bo'laklar ajralib ketadi. Tartibsizlikning zulmati labirintida yo'qoladi. Demak, tajriba asosida mantiqiy izchillik bilan fikr yuritadigan aqlimiz orqali spekulativ bo'lmagan metafizikani sof sezgi aqli bilan yengib o'tib butun mavjudlikni, boshqacha aytganda olamning narigisini, mutlaq mavjudlikni qalbimiz porlayotgan nur orqali anglay olamiz. Bu nur umiddir. Yanada aniqroq aytganda umid mag'firatni, rahmat va hidoyatni faqat undan kutish va zarurat tug'ilganda shubhasiz ravishda kelishiga ishonishdir. Ya'ni bu yerda Teymanduralning aytmoqchi bo'lgan gapi shu. Biz aqlimiz chegaralangan, formal mantiq juda zo'r narsa. Bu olamni anglashda, bu olamni fikr yuritishda juda ham zo'r narsa, lekin olamning nariyog'ini, ya'ni bu olamning yaratuvchisini anglashda formal mantiq yetarsiz qoladi demoqchi. Mantiq bilan, aql bilan uni tamoman ta'riflay olmaymiz, tasavvur qila olmaymiz deyapti. Shuni aytmoqchi bo'ldim. Xudo inson bilan 3 yo'l orqali muloqot qiladi. Yaratish orqali, vahiy orqali, vijdon orqali. Birinchisi yaratish orqali, ikkinchisi vahiy orqali, uchinchisi vijdon orqali. Ya'ni Alloh inson bilan 3 yo'l orqali muloqot qiladi. Xo'p, vahiy orqali qanday muloqot qiladi? Tanlagan kishisi orqali butun insoniyatga yuborgan xabarlari bilan. Yaratish orqali bilasiz, insonni yaratadi. Uchinchisi vijdon orqali. Har bir bandasi bilan bevosita suhbat tarzida haqiqat yo'lini ko'rsatish orqali. Ya'ni har bittamizda vijdon bor. Mana shu vijdon orqali biz bilan muloqot qiladi Tangri deyapti. Alloh jismonan vujud bergan insonga o'z nafasidan uflash orqali o'zidan ulush ato etgan. Bir ulush ato etgan va shu holatda uni butun olamiga xalifa qilib tayinlagan.
Endi buni Qur'onda keltiriladi, bu bilasiz. Insonning yaratuvchisiga murojaati ham 3 shaklda bo'ladi. Insonning yaratuvchisiga murojaati ham 3 shaklda bo'ladi. Nima edi? Birinchisi nimani ko'rdik? Tangrining, ya'ni Xudoning inson bilan muloqoti 3 shaklda dedik. Yaratish, vahiy va vijdon. Endi insonning yaratuvchisiga murojaati ham 3 shaklda deyapti. O'z mohiyatining asosi bo'lmish tabiati va jamiyatni sevish, uni tadqiq qilish va o'rganish orqali, yakka holda yoki jamiyat bilan birgalikda ibodat qilish orqali, shaxsiy darajada duo bilan, ya'ni Allohga iltijo va murojaat qilish, ya'ni munojat deyiladi bunga, orqali 3 shaklda ekan. Birinchisi, u yaratgan tabiatni, jamiyatni sevish, o'rganish, ya'ni ilm olish ma'nosida o'rganish, tadqiq qilish orqali. Ikkinchisi, ya'ni tabiatni kashf qilinglar, Tangrining yaratganlariga qaranglar deydi-ku, masalan kitobimizda ham xuddi shu narsani aytyapti, ya'ni jamiyatni va u tabiatni o'rganish orqali. Ikkinchisi, yakka holatda yoki guruh holatda ibodat qilish orqali, salot yoki shaxsiy darajada duo, Tangriga iltijo va murojaat qilish orqali, bu munojat deyiladi. Inson qilgan ezgu amallari ibodat va duo orqali murojaat qilgan. Allohning bu iltijolarini javobsiz qoldirmasligiga umid qiladi. Qarang, albatta biz insonni yaratdik. Uning nafsining unga pichirlab turgan niyatlarini bilamiz. Biz unga tomirdan ham yaqinroqmiz. Demak, Qur'ondan misol keltiryapti. Demak, har bir insonning shaxsiy burchi ezgu amallar qilish, ibodat qilish, haqqi esa umid qilishdir. Umid hayotdir. Umid bor ekan yashash davom etadi. Umid so'nsa tragediya boshlanadi. U asta-sekin absurdlikka, oxirida esa o'z joniga qasd qilishga olib keladi. Xo'p. Formal mantiq va hokazo bularni ko'rdik bugun. Yagona tangrilik dinlarni ahamiyatini ko'rdik. Islomning bu yerdagi ahamiyatini ko'rib chiqdik bu darsda. Xullas kalom, keyingi darslarda bo'lsa davom ettiramiz mana shu madaniyatlar tarixini. Hozircha xayr, salomat bo'ling, ko'rishguncha.